Assalomu alaykum. Bugun Muhammad Said Tantavining Payg'ambarlar tarixi kitobidan Ibrohim alayhissalom qissalarini o'qishda davom ettiramiz. Biz endilikda Ibrohim alayhissalom qissasidan olinadigan foyda va ibratlar haqida gaplashamiz. Qur'oni Karimni o'qib, uni tafakkur qilgan inson o'ziga ko'plab fazilat va xislatlarni olishi mumkin. Ko'p o'rinlarda Alloh taolo o'z payg'ambari Ibrohim alayhissalomni maqtab zikr qilgan. Endi u kishining fazilatlarini ko'rib chiqamiz. Birinchisi, Ibrohim alayhissalomning odamlarga imom, yo'lboshchi ekanliklari. Alloh taolo aytadi: Eslang, Ibrohimni Parvardigori bir necha so'zlar bilan imtihon qilganida ularni benuqson holda ado etdi. Shunda Alloh taolo: albatta men seni odamlarga imom qilguvchiman dedi. Zurriyotimni ham deb so'radi u. Alloh taolo aytdi: mening bu ahdim zolim kimsalarga yetmaydi. Bu yerda imtihondan murod Alloh taoloning Ibrohim alayhissalomga amr, taklif va nahyi qaytariqlar bilan sinab ko'rishidir. Alloh taolo bandalarini sabr qilsinlar deb qiyinchilik, mashaqqat bilan shukr qilsinlar uchun yaxshilik va ne'mat berib sinaydi. Bu ikki holatda haqiqiy mo'min kim ekanligi ayon bo'ladi. Alloh taolo aytadi: biz sizlarni yomonlik bilan ham, yaxshilik bilan ham aldab imtihon qilurmiz. Anbiyo surasi 35-oyat. Mufassir olimlar ushbu so'zlardan murod nima ekanligi haqida ixtilof qilishgan. Imom Ibn Jarir Tabari ushbu oyatni tafsirida quyidagilarni aytadilar. Bu so'zlardan murod nima ekanligi to'g'risida biron ishonchli xabar yo'q. Lekin bizningcha eng to'g'ri fikr shuki, Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga ko'pgina amr topshiriqlarni buyurgan va u a'lo darajada mukammal bajargan. Shu sababli Alloh taolo u kishini bir oyati karimada quyidagi sifat bilan maqtaydi: yoki vafodor zot Ibrohimning sahifalarida xabarlaridan hamma. Najm surasi 37-oyat. Ibrohim alayhissalom Alloh taoloning amriga bo'ysungani, o'z ahdiga hech og'ishmay vafo qilganliklari sababli shunday demoqda: albatta men seni odamlarga imom qilguvchiman. Ya'ni sen ey Ibrohim alayhissalom odamlarga imom qilib qo'yaman. Ular sening so'zing va amalingga ergashib, seni o'zlariga o'rnak qilib oladilar. Shunda Ibrohim alayhissalom dedilar: zurriyotimni hamma Ya'ni ey Allohim, men o'z fazli karaming bilan odamlarga imom qilganing kabi zurriyotimdan ham shundaylar chiqargin. Chunki men avlodlarimdan odamlarga imomlik qiladigan kishilarning bo'lishini xohlayman. Bu narsa Ibrohim alayhissalomning yaxshilikni nafaqat o'zlariga, balki kelajak zurriyotlarga ham ravo ko'rishlaridan darak beradi. Bunga javoban Alloh taolo shunday deydi: mening bu ahdim zolim kimsalarga yetmaydi. Ya'ni Alloh taolo o'z bandasi Ibrohim alayhissalomga dedi: men sening talabingni ijobat qilaman, faqat bu sening naslingdan bo'lgan solih kishilargagina tegishli. Ular boshqalarga imomlik qiladilar, lekin ulardan kimki zolim bo'lsa, unda odamlarga imomlik qilishga loyiq emaslar. Bu oyat Alloh taolo Ibrohim alayhissalom zurriyotining ba'zilaridan payg'ambar va rasul chiqqaniga dalolatdir.
so'zimizga isbot sifatida quyidagi oyatni keltirib o'tiramiz. Biz Ibrohimga o'g'li Ishoq va nabirasi Yaqubni hadya etdik hamda payg'ambarlikni ham, kitoblarni ham uning zurriyotiga xos qildik va unga shu dunyoda ham ajr mukofotini berdik. Albatta u oxiratda ham solih zotlardandir. Ankabut 27-oyat. Quyidagi oyatda Ibrohim alayhissalomning naslidan ham muhsin, ham zolim kimsalar borligi aytiladi va yana biz unga payg'ambar va yaxshilardan bo'lg'usi Ishoqning xushxabarini berdik va Ibrohimga ham Ishoqqa ham dini dunyolarda barakot berdik. Ularning zurriyotlaridan chiroyli amal qilguvchi ham, o'z joniga ochiq jabr qilguvchi ham bo'lur. Saffot 112-113-oyatlar. Ikkinchidan, Alloh taoloning Ibrohim alayhissalomni bu dunyoda tanlab olishi. Alloh taoloning o'z bandasi Ibrohim alayhissalomni odamlarga haq dinga ergashishni da'vat etish uchun tanlab olganligi to'g'risida ko'pgina oyatlar aytilgan. Alloh taolo aytadi: Ibrohimning dinidan faqat yengiltaklargina yuz o'giradilar. Haqiqatdan biz dunyoda uni tanlab oldik va u oxiratda shubhasiz solihlardandir. Eslang, Parvardigori unga bo'ysun deganida butun olamlar egasiga bo'ysundim dedi. Ibrohim u bilan birga Yaqub ham bolalariga shu dinni vasiyat qilib dedilar: O'g'illarim, albatta Alloh sizlar uchun shu dinni tanladi. Bas, musulmon bo'lgan holingizda dunyodan o'ting yoki Yaqubga o'lim kelgach u o'g'illariga mendan keyin nimaga ibodat qilasizlar deganida sening Tangringga va otalaring Ibrohim, Ismoil, Ishoqlarning tangrisi bo'lmuş yagona Allohga ibodat qilamiz va bizlar faqat uning o'zigagina bo'ysunuvchilarmiz deb javob qilganlariga guvoh bo'lganmisizlar? Baqara surasi 130-133-oyatlar. Ya'ni hech kim Ibrohim dinini yomon ko'rib undan yuz o'girmaydi va Allohga shirk keltirmaydi. Illo kimki o'z nafsiga zulm qilsa, to'g'ri yo'lda adashib zalolatga ketsa, shunday qiladi. Haqiqatdan biz dunyoda uni tanlab oldik va oxiratda shubhasiz solihlardandir. Bu Alloh taolo tomonidan o'z bandasi Ibrohim alayhissalomga bo'lgan yuksak madh, maqtovdir. Ya'ni Allohga qasamki, biz Ibrohimni amr farmonlarimizni ushbu dunyoda odamlarga yetkazishi va ularni haq yo'lga hidoyat qilish uchun tanlab oldik. Shubhasiz u oxiratda to'g'ri yo'ldan mustaqim borguvchi solihlardan va Allohning rizoligi, uning ajr savobi va jannati nasib etadigan zotlardandir. So'ngra Alloh taolo ushbu tanlab olishning sababini keltirib o'tadi. Eslang, Parvardigori unga bo'ysun deganida butun olamlar egasiga bo'ysundim dedi. Ya'ni Rabbisi Ibrohimni ushbu oliy maqomga ko'tarishiga sabab u menga bo'ysun, ixlos bilan ibodat qil deganida Ibrohim Allohning amriga tezlik bilan javob qildi va dedi: Ey Rabbim, men senga ixlos bilan ibodat qilaman, toatingga bo'ysunaman. Shunga o'xshash oyati karima boshqa surada ham keltirilgan. Ibrohim alayhissalom dedilar: Men haq yo'lga moyil bo'lgan holimda yuzimni osmonlar va yerni yaratgan zotga qaratdim va men mushriklardan emasman. An'om surasi 79-oyat.
Boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: Ibrohim Yahudiy ham, Nasroniy ham emas, balki haq yo'ldan toymagan holida Allohga itoat qilguvchi kishi bo'lgan. U mushriklardan ham bo'lmagan. Oli Imron surasi 67-oyat. Ya'ni bir boshqa oyatda Haq taolo shunday deydi: chiroyli amal qilguvchi holida o'zini Allohga topshirgan va haq yo'ldan olmagan Ibrohimning diniga ergashgan kishining, ya'ni chin musulmonning dinidan ham go'zalroq din bormi? Axir Ibrohimni Allohning o'ziga do'st tutgan. Niso surasi 125-oyat. So'ngra Ibrohim alayhissalomning o'z nafslarini kamol toptirish bilan cheklanmay, uni boshqalarga ham da'vat qilganliklari aytiladi. Ibrohim u bilan birga Yaqub ham bolalariga shu dinni vasiyat qilib dedilar: o'g'illarim, albatta Alloh sizlar uchun shu dinni tanladi, bas musulmon bo'lgan holingizda dunyodan o'ting. Ya'ni Ibrohim alayhissalom nafaqat o'zlari Allohga bo'ysundilar, balki farzandlarini ham haq dinga itoat etishga chaqirdilar. Shuningdek, Yaqub alayhissalom ham shunday qildilar. Ularning har ikkisi o'z o'g'illariga dedi: ey o'g'illarim, dar haqiqat Alloh taolo sizlar uchun ushbu islom dinini tanladi. Alloh bu dindan boshqasini qabul qilmas. Shunday ekan, sizlarga o'lim vaqti kelib, ushbu dunyodan o'tkuningizgacha bu dinda sobit qadam bo'linglar, uni mahkam ushlanglar. Ibrohim alayhissalomning o'z ahdlarida vafo qilishlari. Ushbu sifat Alloh taolo Ibrohim alayhissalomni vasf qilgan eng birinchi va asosiy sifatdandir. Bunga ushbu oyat ham dalolat qiladi. Yoki unga Musoning va ahdiga vafodor zot bo'lgan Ibrohimning sahifalaridagi so'zlar xabari berilmaganmidi? Najm surasi 35-37-oyatlar. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomni Allohning haqlarini to'la ado etganliklari sababli ushbu sifat bilan maqtamoqda. Endi bularga bir necha suralardan misollar keltiramiz. Alloh taolo u kishiga bo'ysun deganida shunday javob qildilar: butun olamlar egasiga bo'ysundim. Ibrohim alayhissalom umrlarining oxirigacha ushbu va'dalarga sodiq qolib, o'z xoliqiga itoat bilan hayot kechirdilar. Alloh taolo aytadi: eslang, Ibrohim otasi va qavmiga degan edi: albatta men sizlar ibodat qilayotgan butlardan pokdirman, magar meni yaratgan zotgagina ibodat qilurman. Bas albatta u meni haq dinga hidoyat qilajak. U Ibrohim o'shani, ya'ni o'zining Alloh taologa ibodat qilishi haqida so'zni o'zidan keyin keladigan zurriyot avlodlariga ham unga qaytishlari uchun o'z yurtida qolguvchi so'z qildi. Zuhriyf surasi 26-28-oyatlar. Alloh taolo aytadi: Allohga qasamki, sizlar ketganlaringizdan keyin butlaringizni bir balo qilurman dedi. Bas u butlarni parcha-parcha qildi. Faqat shoyat mushriklar u butlarning kattasiga qaytsalar va bu aybni to'nkasalar deb o'shanigina qoldirdi. Anbiyo surasi 57-58-oyatlar. Shuningdek, Ibrohim alayhissalom o'z otalariga uning haqqiga Allohdan istig'for so'rashga va'da bergan edilar. Ibrohim dedi: senga omonlik bo'lsin, endi men Parvardigorimdan seni mag'firat qilishini so'rayman. Shak shubhasiz u menga mehribon bo'lgan zotdir. Maryam surasi 47-oyat.
Ibrohim alayhissalom ushbu istig'for so'rashdan toki otalari kufrda davomli ketishiga aniq bo'lgunga qadar davom etdilar. Buni anglagach ushbu ishni bas qildilar. Ibrohimning o'z otasi uchun mag'firat so'rashi faqat unga bergan va'dasi sababli edi. Endi qachonki unga otasi Allohning dushmani ekanligi aniq ma'lum bo'lgach, undan butunlay tondi. Albatta Ibrohim ko'ngilchang va halimdir. Tavba surasi 114-oyat. Bu yerda ko'ngilchang deb tarjima qilingan so'z arab tilida avvoh deb keltirilgan. Abdulloh ibn Shaddod roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Bir kishi kelib, "Ey Rasululloh, avvoh degan nima?" deb so'radi. U zot sollallohu alayhi va sallam shunday javob berdilar: "Bu xushi, huzuli va Allohga ko'plab duo qilguvchi kishidir." Ibn Jarir va Ibn Abu Xotim rivoyati. Shuningdek, Ibrohim alayhissalom o'z o'g'illarini tushlarida so'yayotganlarini ko'rib ham ushbu amirga vafo qildilar. Vaholanki Alloh taolo u kishiga yoshlari bir joyga borib keksaygan paytlarigagina o'sha o'g'ilni bergan edi. Lekin Ibrohim alayhissalom hech qanday taraddudsiz ushbu ishni amalga oshirdilar. Alloh taolo buning evaziga u kishiga mukofot berdi va Ismoil alayhissalomni katta bir qurbonlikka almashtirdi. Alloh taolo aytadi: "Bas, biz unga bir halim o'g'ilni xushxabarini berdik. Endi qachonki u bola katta bo'lib, otasi Ibrohim bilan birga yuradigan bo'lgach, Ibrohim: Ey o'g'ilcham, mening tushimda seni qurbonlik uchun so'yayotganimni ko'rmoqdaman. Endi sen o'zing nima fikr qilishingni bir o'ylab ko'rgin" degan edi. U aytdi: "Ey otajon, senga tushingda Parvardigoring tomonidan buyurilgan ishni qilgin. Inshaalloh meni sabr qilguvchilardan topursan." Bas, qachonki ikkisi ham Allohning vahiysiga bo'ysunib, endi Ibrohim o'zi o'g'li Ismoilni qurbonlik qilish uchun peshanasi bilan yotqizilgan ediki, biz unga nido qildik: "Ey Ibrohim, dar haqiqat sen ko'rgan tushingni rost bajo qilding. Albatta biz chiroyli amal qilguvchilarni mana shunday mukofotlarmiz. Albatta bu ochiq ravshan imtihondir. Xolos, biz Ismoilning o'rniga katta bir qo'chqor so'yishni qurbonlik evaz qilib berdik." Saffot surasi 101-107-oyatlar. Shunday qilib Ibrohim alayhissalom qilinishi kerak bo'lgan ishlarni mukammal holda amalga oshirib, bergan va'dalariga doimo vafo qildilar. 4. Ibrohim alayhissalomning ko'pgina yaxshiliklarini o'zlarida jamlagan ekanliklari. Ushbu sifatni Alloh taoloning quyidagi oyatida ko'rishimiz mumkin. Albatta Ibrohim Allohga itoat qilguvchi, haq yo'ldan toyilmagan bir ummat edi. U mushriklardan emas edi. U Allohning ne'matlariga shukr qilguvchi edi. Biz unga bu dunyoda ezgulik ato etdik. Albatta u oxiratda ham solihlardandir. So'ngra sizga haq yo'ldan toyilmagan Ibrohimning diniga ergashing. U mushriklardan emas edi deb vahiy yubordik. Nahl surasi 120-123-oyatlar. Ushbu oyati karimalarda Alloh taolo o'z halili Ibrohim alayhissalomni bir necha sifatlar va maqtovlar bilan vasf qilmoqda. Ulardan birinchisi u kishining bir ummat ekanliklari. Ummat so'zi bir qancha ma'nolari bor. Ulardan biri guruh, jamoa ma'nosi.
Alloh taolo aytadi: qachonki u Madyan suviga yetib kelgach, u joyda bir to'p odamlarning sug'orayotganlarini ko'rdi. Qasos surasi 23-oyat. Ya'ni Muso alayhissalom Madyan qudug'iga kelganlarida o'z chorvalarini sug'orayotgan bir guruh odamlarni ko'rdilar. Ummat so'zining ikkinchi ma'nosi din va millat. Alloh taolo aytadi: yo'q, ular shunday dedilar: albatta bizlar ota-bobolarimizni bir din ustida topganmiz va albatta bizlar ularning izlaridan borib hidoyat topguvchidirmiz. Zuhruy surasi 22-oyat. Ushbu so'zning 3-ma'nosi vaqt, zamon, muddatdir. Alloh taolo aytadi: qasamki biz ularni azoblashni ma'lum muddatga kechiktirsak, albatta ular azobni nima to'smoqda deb istihzo qilardilar. Ogoh bo'lsinlarki, u azob kelar kunida ulardan qaytib ketuvchi bo'lmas va kulib istihzo qilib yurgan narsalarni ularni o'rab olur. Hud surasi 8-oyat. Ibrohim alayhissalomning bir ummat ekanliklari bu u kishiga jamlangan yaxshilik va fazilatlar bir ummat guruh odamlarnikiga teng yoki ortiqligi ishoradir. Odamlar u kishiga barcha ibodat, toat, solih amallar va yaxshiliklarda ergashar edilar. Shuningdek, u zot Allohning amrlariga itoat qilguvchi, amallarni ixlos bilan bajaruvchi hamda haq dindan o'zga botil dinlarga moyilligi bo'lmagan Allohning suyukli bandalaridan edilar. Alloh u kishini 4-chi bir sifat bilan vasf qilib, u mushriklardan emas edi. Ya'ni Ibrohim alayhissalom Alloh taologa shirk keltirishdan pok, yiroq edilar. U Allohning ne'matlarini shukr qilguvchi edi. Ya'ni Ibrohim alayhissalom Alloh taoloning bergan ne'matlariga e'tirof qilib, unga shukr qilar va o'sha ne'matlarni Alloh rozi bo'ladigan joylarda ishlatar edilar. Shu sababli Alloh Ibrohim alayhissalomni payg'ambarlikka tanlab, to'g'ri yo'lga hidoyat qildi. So'ngra u kishining dunyo va oxiratda saodatmand kishilardan ekanliklarini aytiladi. Biz unga bu dunyoda ezguliklar ato etdik, albatta u oxiratda ham solihlardandir. Alloh Ibrohim alayhissalomning sha'nlariga bildirilgan maqtovlarni o'z payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamni u kishiga ergashishga chaqirish bilan yakunlaydi. So'ngra sizga haq yo'ldan toyilmagan Ibrohimning diniga ergashing, u mushriklardan emas edi deb vahiy yubordik. Bu yerda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga otalari Ibrohim alayhissalomga ergashish amr qilinmoqda. Ularning asli bir, lekin ba'zi fariy jihatdan birisi ikkinchisidan farq qiladi. Alloh taolo aytadi: sizlardan har bir millat, ya'ni din uchun alohida shariat va yo'l qilib qo'ydik. Agar Alloh xohlasa edi, hammalaringizni bir millat qilib qo'ygan bo'lur edi. Moida surasi 48-oyat. Alloh taolo yana shunday marhamat qiladi: Alloh toat yo'lidagi haqqoniy jiddu jahd qilingiz. Sizlarni shu din uchun u tanladi va dinda sizlarga biron haraj, qiyinchilik qilmadi. Otalari Ibrohimning dini islomni mahkam ushlangiz. Allohning o'zi sizlarni ilgaridagi muqaddas kitoblardagi ham musulmonlar deb atadi. Imom Qurtubiy aytadilar: Alloh taoloning so'ngra sizga haq yo'ldan toyilmagan Ibrohimning diniga ergashing, u mushriklardan emas edi deb vahiy yubordik.
oyati oliy maqomdagi kishi yaxshilik yo'lida o'zidan quyiroq darajadagilarga ergashishi joiz ekanligini dalolat qiladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlarning eng afzali hisoblanadilar. Shunga qaramay, Alloh taolo u zot sollallohu alayhi vasallamni Ibrohim alayhissalomga ergashishga amr etmoqda. Alloh aytadiki, ana o'sha zotlar Alloh hidoyat qilgan kishilardir. Bas, ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam, siz o'shalarning yo'llarigagina ergashing. An'om surasi 90-oyat. 5-xulosa chiqarishimiz: Ibrohim alayhissalom Alloh taologa qilgan duolarining ijobat qilingani. Ibrohim alayhissalom qissasida eng diqqatni tortuvchi va kishini ibrat, nasihat olishga undovchi narsa shubhasiz u kishining ixlos bilan qilgan duolaridir. Qur'oni Karimda Ibrohim alayhissalom tillaridan ushbu duolar keltirib o'tilgan. Alloh taolo aytadi: "Eslang, Ibrohim, ey Parvardigor, bu shaharni tinch shahar qilgin" dedi. Ya'ni Ibrohim alayhissalom Allohga iltijo qilib dedilar: "Ey Rabbim, ushbu Makka shahrini har qanday xavf-xatardan omonda qilgin, chunki u sening baytingdir. Sen uning odamlarini ko'ngli talpinadigan joy qilgaysan. Bu shaharni ularga mol dunyolari va obro'lari uchun xotirjam qilgin." Kelasi duoni Ibrohim alayhissalom Makka ahlini haqqiga qiladilar. Uning ahllaridan Alloh va oxirat kuniga ishonuvchilarni turli mevalar bilan rizqlantirgin. Ya'ni sendan, ey Allohim, bu shaharni tinch shahar qilishingni so'raganim kabi, uning ahlida mo'min bo'lgan kishilarni ularning hojatlarini qondirish, ehtiyojlarini ravo qiladigan ko'plab mevalar bilan siylashingni so'rayman. Bundan keyingi Baytul Harom qurilishi davrida qilingan. Eslang, Ibrohim Ismoil bilan birgalikda Baytullohning poydevorini ko'tarib dedilar: "Parvardigoro, bizdan ushbu qilgan amalimizni o'zing qabul ayla, shubhasiz sen eshitguvchi, bilguvchisan." Baqara surasi 127-oyat. Ya'ni ey oqil inson, bu ikki muhtaram payg'ambar Ka'bani qura turib qilgan duolarini eslagin. Ey Alloh, bizdan so'zimiz va amalimizni qabul etgin, zero sen tilimiz aytayotgan so'zlarni eshituvchi, biz maxfiy va oshkora qilgan amallarimizni biluvchidirsan. Parvardigoro, bizni o'zingga bo'ysunuvchilardan qilgin va zurriyotimizda ham o'zingga itoat qiladigan kishilarni chiqargin va bizga ibodatlarimizni o'rgatgin. Ya'ni bizlarni amringga quloq tutib, unga itoat etadiganlardan qilgin. Zurriyotlarimizdan ham shunday kishilarni dunyoga keltirgin va bizga dinimiz, shariat qonunlari ham haj amallarini o'rgatgin va bizga ibodatlarimizni o'rgatgin hamda tavba tazarrularimizni qabul et. Shubhasiz sen tavbalarni qabul qilguvchi rahimlisan. So'ng ular duolarini ushbu iltijo bilan yakunlaydilar: Parvardigoro, ularning orasiga o'zlaridan bo'lgan, ularga oyatlaringni tilovat qilib beradigan, kitob va hikmatni o'rgatadigan va ularni poklaydigan bir payg'ambarni yubor. Shubhasiz sen qudrat va hikmat sohibisan. Baqara surasi 126-128-oyatlar. Ya'ni ey Rabbimiz, biz sendan zurriyotlarimiz orasidan ularga sening vahdoniyatingga dalolat qilguvchi, oyatlaringni tilovat qiladigan, kitobingni ta'lim beruvchi, ularni adab va yaxshiliklarga yo'llovchi va o'z hadisi orqali ularni manfaatli ilm olib
amaliy solih qilishga chaqiradigan, ularni fisq va fujur va isyondan poklaydigan bir payg'ambar yuborishingni so'raymiz. Zero sen qudrat va hikmat sohibisan. Alloh taolo ushbu ikki payg'ambar alayhissalomning duolarini qabul qilib, ularga zurriyotlaridan bo'lgan bir payg'ambar yubordi. U zot payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamdir. Alloh u kishi sallallohu alayhi va sallamni o'z risolati bilan olamlarga rahmat qilib yubordi. U zot sallallohu alayhi va sallamning o'zlari bu haqda shunday dedilar: Men Ibrohimning duosi, Isoning bashorati va onamning tushdirman. Ya'ni Ibrohim alayhissalom Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sifatlariga ega bo'lgan bir payg'ambar dunyoga kelishini Allohdan duo qilib so'raganlar. Iso alayhissalom o'z qavmlariga undan so'ng Ahmad ismli payg'ambar kelishini bashorat berganlar va payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning onalariga bir o'g'il ko'rishlari to'g'risida tushlarida xabar berilgan. Ibrohim surasi 35-41 oyatlarda ham boshqa uslubda duo iltijolar ko'rishimiz mumkin. Alloh taolo aytadi: Eslang, Ibrohim aytgan edi: Parvardigorim, bu shaharni tinch qilgin, meni va bolalarimni butlarga bandalik qilishdan yiroq qilgin. Ya'ni, ey Allohim, ushbu Makkani tinch shahar qilgin va meni zurriyotimni butlarga ibodat qilishdan saqlagin. Parvardigorim, u butlardan ko'pdan ko'p odamlarni yo'ldan ozdirdilar. Bas kim menga ergashsa, ana o'sha mendandir. Kim menga isyon qilsa, ya'ni o'zing mag'firatli, mehribonsan. Ya'ni, ey Allohim, men sendan va mening farzandlarimni butlarga sig'inishdan asrashingni so'rab iltijo qilaman, chunki ular ko'pgina odamlarni haq yo'ldan adashtirdilar. Bas kimki mening dinim va aqidamga ergashsa, u islom dinini ergashgandir. Kimki menga toat qilishdan bosh tortsa, uning ishini o'zingga topshiraman. Sen mag'firatli va mehribon zotsan. Parvardigoro, albatta men zurriyotimdan sening hurmatli bayting huzuridagi ekin o'smaydigan bir vodiyga joylashtirdim. Parvardigoro, ular namozni to'kis ado qilsinlar deb shunday qildim. Bas sen o'zing odamlarning dillarini ularga moyil qilib qo'ygin va ularni mevalardan bahramand etgil, shoyat shukr qilsalar. Ya'ni, ey Rabbim, men ba'zi zurriyotim Ismoil va uning farzandlarini muhtaram baytining yonidagi mana shu ekin o'smaydigan yerga joylashtirdim, toki ular bu pok yerda forig' bo'lib namozlarini to'kis ado qilsinlar. Bu odamlarning qalbini bu yerga talpinuvchan qilib qo'ygin va ularni turli tuman mevalar bilan rizqlantirgin. Shoyat bu sabab ular senga shukrni ko'paytirsalar, senga toat, ibodat qilishga shoshilsalar. Boshqa surada Alloh taolo Ibrohim alayhissalomning duolarini ijobat etib, ularni ne'matlar ila siylagani aytilgan. Ular: agar bizlar sen bilan birga to'g'ri yo'lga ergashsak, o'z yerimizdan ajralamiz dedilar. Axir biz ularga tinch osoyishta haramni makon qilib bermadikmi? Barcha narsaning meva hosillari bizning dargohimizdan rizq u ro'z bo'lgan holda o'sha joyga yig'iladi-ku, lekin ularning ko'plari buni bilmaslar. Qasos surasi 57-oyat. Ibrohim alayhissalom Alloh taologa duo qilishda davom etdilar. Parvardigoro, albatta sen bizlar yashiradigan narsani ham, oshkor qiladigan narsani ham
Bilursan, Alloh uchun yer va osmondagi biron nima maxfiy emasdir. So'ngra Ibrohim alayhissalom o'z Rabbisi Allohga shukronalik keltirish ohangida shunday deydilar: Menga keksalik paytimda Ismoil va Ishoqni hadya qilgan zot Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Albatta Parvardigorim barcha duolarni eshitguvchidir. Va Ibrohim alayhissalom o'z duolarini quyidagi iltijolar bilan yakunlaydilar: Parvardigorim, meni va zurriyotimni namozni to'kis ado etuvchilardan qilgin. Parvardigoro, duoimni qabul ayla. Ya'ni meni namozni o'z vaqtida ixlos va xushu bilan ado etguvchilardan qilgin va bu ishda zurriyotlarimdan ham menga ergashadiganlarni chiqargin. Ey Allohim, duomni qabul et, rajo iltijolarimni zoya ketkazma. Parvardigoro, hisob kitob qilinadigan kuni meni, ota-onamni, mo'minlarni mag'firat qilgin. Ya'ni ey Allohim, odamlar hisob kitob qilinib jazo yoki mukofot oladigan kunlari bo'lmish qiyomatda mening ham, ota-onamning ham gunohlarini, shuningdek barcha mo'minlarni xato gunohlarini kechirishingni so'rayman. Oldin aytib o'tganimizdek, Ibrohim alayhissalom va'dalariga sodiq qolib, otalari haqida istig'for so'radilar, lekin u iymon keltirmay kofirligicha vafot etgach, bu ishni bas qildilar. Ibrohim alayhissalomning onalari haqida ba'zilar u ayol mo'mina bo'lganlar deb aytishadi. Shuara surasida ham Ibrohim alayhissalomning duolari keltirib o'tilgan. Parvardigorim, menga hikmat ato etgin va meni solihlar qatoriga qo'shgin. Yana men uchun keyin kelguvchi kishilar o'rtasida rost maqtovlar qilgin. Yana meni noz ne'matlar bog'ining vorislaridan qilgin. Otamni ham mag'firat qilgin. U shubhasiz adashganlardan bo'ldi va qayta tiriladigan kunda meni sharmanda qilmagin. U kunda na mol va davlat va na bola chaqa foyda bermas, magar Alloh huzuriga toza qalb bilan kelgan kishilargagina foyda berur. Shuara surasi 83-89 oyatlar. Ya'ni Ibrohim alayhissalom o'z Rabbisiga iltijo qilib dedilar: Ey Alloh, menga keng, ko'p ilm bergin, natijada solih amallarni qilay va meni o'zing ular ham sendan rozi bo'ladigan bandalaring qatoriga qo'shgin. Mendan keyin keladigan ummatlar orasida men uchun yaxshi zikr va maqtovlar qoldirgin va mening nomimni abadiy qilgin. Alloh taolo Ibrohim alayhissalomning duolarini ijobat qilib, u kishining zurriyotidan ko'plab solih payg'ambarlarni chiqardi. Ularning eng avvalida shubhasiz Xotamul Anbiyo val Mursalin bo'lmish payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam turadilar. Shuningdek, ey Allohim, meni oxiratda jannatingga dohil bo'lguvchilardan qilishingni va otamning gunohidan o'tishingni so'rayman, chunki u sening yo'lingdan adashganlardan bo'ldi. Yana sendan biron insonga moli va farzandlarini yordam bera olmaydigan kun qiyomatda, yana sendan biron insonga moli va farzandlari yordam bera olmaydigan kun qiyomatda mahzun qilmasligingni, mening ayblarimni ochmasligingni iltijo qilaman. U kunda odamlarga faqat iymonlari va solih amallari foyda beradi. Ushbu duolardan Ibrohim alayhissalom Alloh taoloning ajr savobini berishini so'rab,
uning iqobiga yo'liqishdan panoh tilamoqda. Saffot surasida Alloh taolo Ibrohim alayhissalomni kofirlar makri olovda yoqishlaridan saqlab qolganidan so'ng qilgan duolar keltirilgan. Ya'ni u kishi o'zlariga solih bir farzand so'raydilar. Parvardigorim, o'zing meni solihlardan hadya etgin, bas biz bunga bir halim o'g'ilni xushxabarini berdik. Saffot surasi 100-101-oyatlar. Ibrohim alayhissalomning keksalik chog'larida xushxabari berilgan bu o'g'il Ishoq alayhissalom edi. Boshqa suralarda ham Ibrohim alayhissalomning duo iltijolari keltirilgan. Ulardan aql yurituvchilar uchun ibrat namunalar bor. Oqil inson Ibrohim alayhissalomga ergashib, chin dildan, ixlos bilan Alloh taologa ko'pdan ko'p duo qilishi lozim. Hadis-i sharifda aytilganidek, duo ibodatdir. Termiziy rivoyatidan. Eshitganlaringiz uchun rahmat. Ushbu davomini keyingi son davom ettiramiz. 6-xulosa chiqarishimiz Ibrohim alayhissalomdan ibrat olishga chorlov ekan. Shuni keyingi safar davom ettiramiz. Rahmat, sog' bo'linglar.